Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cana kelgandan keyin so'radik. Axbarna bizalika. Bizda o'shanday bo'lib qoldi. Bir odam boshi jarador bo'ldi, anan o'sha odam junub bo'ldi, ehtilom bo'ldi. Biz tayammum qilsam bo'ladi deb so'radi, biz yo'q deb javob berdik. Anan o'sha yoqda o'ldi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qattiq achuvsi keldi. Qataluhu qatalahumulloh. Bular qotil dedi. Bular odam o'ldirgan dedi. Ko'rdingizmi? Bir turames fatvo bilan bir odamda ömür qiyildi. Noto'g'ri fatvo, odam o'ldi. Bular qotil dedi payg'ambar. Qataluhu qatalahumulloh. Xudo bularni o'ldirsin dedi. Sharhda alayhim la'natulloh dedi. Xudoning la'nati bo'lsin dedi. Bu bilmay fatvo bergan hammaga tushib qoladi ekan. Bilmasdan wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib. Tilingdan yolg'onman deyapti Alloh taolo. Hada halal va hada haram. Bunisi halal, bunisi haram deb fatvo berma li taftaru alallohil kadhib. Yolg'on so'ylama deyapti. Fatvo berma deyapti. Payg'ambar duosiga qoldi, la'natiga qoldi. Nima dedi? Qataluhu qatalahumulloh. Bularni Xudo o'ldirsin, Allohga nisbat berib, Alloh bularni o'ldirsin. Bilmasdan fatvo berib odamni o'ldirdi bular deyapti. Fatvo diniy emas, dunyoviysini ham aytib qo'yaylik. Mana bir kishi aytayapti, qancha bo'ldi esimda yo'q. Shu tabiblarni o'ldirib qo'ygim keladi deyapti. Nimaga? Noto'g'ri dori berib, meni enam mana o'ldi deyapti. Doktor agar noto'g'ri qilsa, ataylab noto'g'ri qilsa, shu la'natga tushadi. Mashinani ustasi ataylab buzuq narsani qo'ysa, bu 120-130 ga chiqib olib, avariya bo'lib o'lsa, shu javob beradi. Samolyotni motorini noto'g'ri qilayotgan odam o'shani bilib turib turamas qilsa, o'shining orqasidan odamlar o'lsa javob beradi. Birovning o'limiga sababchi bo'lmaylik, hurmatli jamoat. Qiyomatda ikki narsa. Birinchi bo'lib qiyomat kuni so'ralib turgan narsasi, birinchisi namoz. Ibodatdan, muomalatdan qon so'raladi. Sen nimaga o'ltirding deydi. Nima deb deydi bu yerda? Qanday deydi? Qutulolmaydi. Qayra o'sha so'ralaveradi. Nima uchun o'ltirding? Nima uchun o'ltirding? Nima uchun o'ltirding? Narigi buni boshini kesib ko'tarib keladi deydi. Ey Xudo so'ra deydi. Men dunyoda bunga kuchim yetmadi. Ana endi bugun o'zing buni sotqib ber deydi. Shuning uchun o'rishchasiga qiyomatda sudniy den deydi. Qayerga qochasan degani bu. Xudoni sotidan qayoqqa qochasan degani bu.